Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar? Kecha men bir post qo'ygandim va bir obunachim Roblox haqida to'liq video bo'lishini so'radi. Men Roblox haqida to'liq video chiqaraman. Mana shu videomizda siz bilan to'liq video qilamiz. Hop. Mana jo'natamiz. Hop, bizga ikkitacha упражнение kerak bo'ladi. Birinchi упражнениemiz bu Roblox'ning o'zi. Roblox o'yinimizni skachatib olishimiz kerak. Bemalol telefondan ham o'ynasanglar bo'ladi. Nomiga keladigan bo'lsa, Stile Brain Rot degan o'yin. Juda ham mashhur o'yin. Hozirgi paytda million odam onlayn bo'lib o'ynab o'tirgan o'yin bu. Bu o'yinni ham tushuntirib o'taman. Ha bizga telefonda zapis qilish oson, kompyuterda zapis qilish uchun OBS Studio degan nomga kerak bo'ladi. Studio. Mana keyin mashinadan nachatda bosasizlar, menda уже ketyaptim. Nachatda bosib, bemalol zapis qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana shunaqa o'yin. Va biz Robloxga kirishimiz kerak. Bosamiz. Biroz vaqt olishi mumkin. Mana o'zingizlarning pulinglar bo'ladi. Qaranglar, men sizlarga buni tushuntirib beraman. Serverlar bo'ladi. Sizlar bitta serverda 8 ta ishtirokchi bo'ladi. Sizlarning bazalar bo'ladi va o'yinchilar, igroklar o'tib ketadi o'rtadan. O'shani sizlar sotib olasizlar va sizlarga pul to'laydi mana. Masalan, bir ikkita o'yinchimni ko'rsataman. Mana sekundiga 1K 3K to'laydi. 325 taga sotib olganman. Mana shunaqa pul to'lab o'tadi. Pulni olasizlar. Keyin eshiginglarni yopib qo'yishingiz kerak. Agar eshiginglarni yopmasanglar, sizlarning narsalarini o'g'irlashga ustiga chiqsanglar, eshik yopiladi. Va sizlar ham biror narsasini o'g'irlasanglar bo'ladi. Eshigi ochiq qolgan uylarga bo'yga borasizlar, hozirchalik eshik kimga ochiq emas. Mana shunaqa o'g'irlasanglar bo'ladi. Mana shuni zapis qilib olasizlar, sizlar gapirmasdan turib, o'zini bo'ladi. Mana shunaqa o'ynaysiz. Bandito Bobrito. Mana bunaqa joyda turasizlar. Bandito Bobrito. Zapis qilasizlar. Bu narsa ketayotgan. Pipiki. Buni ham olib ketsanglar. Iloji boricha Ballerina cappuccina. degan igroklarni agar sotib oladigan bo'lsanglar, ko'proq pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa o'ynab zapis qilib olasizlar. Mana bu siqilib bazamni kutib turibdi. O'g'irlamoqchi bo'ldi, lekin o'g'irlashga yo'l qo'ymayman. Sigma Boy. Calza di ferro. Birbirlar bilan yozishgan bo'ladi. Mana bu yerda joy ko'rsaman. Mana bu xabarlar joyi bor. Shunda ham yozishgan bo'ladi. Shu isqirt bilan o'g'irlab qo'ygan isqirt bor. Borbaloni Lulli Lolli. Voy, o'ldar, bilet. Oh, qutuldim. Isqirt. U o'zini o'ldirardi. O'zini o'ldirarsa, noldan boshlaydi. Bunisi chiqolmay qoladi. Bot ekan. Voy, isqirt. It. Mol ekan.
Burr patapim. Skitlar ba'zan narsalarni olib. Orangutini ananassini. Camelo. Mana shunaqa qilib zaps qilib bo'ladi. Va videomiz shundan iborat edi. Hammalarga xayr, sog' salomat.